Hatto Parvardigor ham sizlarni filistinliklardan qutqara olmaydi. Shundaymi? Bu yoqqa kel, tekshirib ko'ramiz. Sekinroq Goliyaf eshitib qolmasin yana. Goliyaf kim? O'zing ko'rgan eng katta jangchini ko'z oldingga keltir. Bo'pti. Endi uni kimdir yeb qo'yganini tasavvur qil. Qanchalik katta bo'lsa ham farqi yo'q. Yaratgan biz tomonda bo'lsa, hatto men ham u bilan kurasha olaman. Bu sen bo'ladiganga o'xshaysan. Sen haqiqatdan ham davom ettirmoqchimisan? Senda hatto qurol ham yo'q. Qurolning dengizni ikki qismga bo'lgan Parvardigorni yenga oladi deb o'ylaysanmi? Bandalariga nur baxshida qilgan Parvardigorni-ya. Shoshma. Nima deding? Sen qilich va nayzalar bilan hujum qilasan. Men esa yer osmon butun koinot Parvardigori nomi bilan hujum qilaman. Bu uning jangi. Goliyafning Parvardigor bilan jang qilishini kim ko'rishni istaydi? Bu yoqqa tush. Isroil Parvardigori, seni Goliyaf oldida tiz cho'kishga majbur etaman. حصوننا من جماجم سقنا حليلات كسرى بالسوط سوق الغنائم رسول